O'rdaklar bir ko'lda yashar ekanda. Ko'lni rasvo qilib yuborishibdi, sasib ketibdi ko'l. Yana o'sha ko'lni sasitgan o'rdaklar ko'lni sassiqligidan norozi bo'lib bosh ko'tarib, o'rdaklarning boshlig'ini o'ldirishdi. Va o'zlariga yangi boshliq tayinlashibdi. Yangi boshliq bir ikkita xufiya o'rdakni chaqiribdi-da, shpionni. Bir debdi, uchib debdi, atrofda qaranglarchi debdi, balki yangi bir ko'llar paydo bo'lib qolgandir. Agar yangi ko'l paydo bo'lgan bo'lsa, hammamiz yo'q ko'chamiz. Bu ko'lni tozalashga imkoni yo'q, dabdala debdi. Ikkitasi uchib ketibdi, oradan vaqt o'tgandan keyin qaytib kelishibdi, aytibdi, hukmdorim debdi, tepada, tog'li tepasida yangi ko'l paydo bo'libdi debdi. Top-toza ziloltay ko'rinib turibdi, baliqlar suzib yuribdi, bir go'zal debdi. O'sha yoqqa ko'chamizmi debdi. O'rdaklarni yig'ib bo'lmasa bir majlis qilaylik, ularni ham bir fikrini olgan bo'laylik deb hammasini yig'ib, hurmatli o'rdaklar, bu ko'lni dabdalasini chiqardik, yashab bo'lmay qoldi, hamma hidlanib sasib ketdi bu ko'l. Lekin tog' tepasida yangi ko'l paydo bo'libdi. Ko'chamizmi, ko'chmaymizmi? Hammasi ko'chamiz deb tasmay qo'lni ko'tarib, mumkinmi debdi. Gapirmasa, kechirasiz, bu orqamizni yuvib boramizmi, shunday ketaveramizmi degan ekan. Tushundingizmi? Bir ishga qo'l urar ekan, u ishni oldingi ishni rasvosini chiqarganlar bilan davom ettirmaysiz-da. Bir dars bo'lgan bo'lish kerak-da. O'sha yuvuqsizlarni ham olib borsiz, u yoqda ham dabdala qiladi. Shunaqa.